savab izler sersani Uyghur. Abduri Abduvali Ayub. Bugün Erkin Sıdık akımızga kelgen bir xatga qarab o'ylanib qaldim. Xatda aytilishicha, Turkiyadagi Uyg'urlarda Saudiya iqini shakllanibdi. Bir qism Uyg'urlar Saudiga umra haj qilish uchun safarvar bo'pti. Albatta bu barliq Uyg'urlarning ahvoliga pokit bo'la olmaydi. Ammo to'rlarda eqib yurgan Saudiga viza bejirish e'lonlariga qarsa, odamning rasmikin degisi keladi. Asli xatning mazmuni tovandikicha. Men faqat kishi ismini o'zgartib qo'ydim. Assalomu alaykum, Erkin Sıdık aka. Qandaq ahvollari? Yaxshi turvatamla? Men Turkiyadagi Xcan. To'nigan bo'lishlari mumkin. Sizlardan bir masala so'rash uchun uchur qilishim. Xitoyning Saudiya Arabistonining vizasini elishni oson qilayotganidan hozirga qadar Uyg'urlar orasida, bo'libmi Turkiyadagi Uyg'urlar orasida Makkaga berib umr qilib kelish istiki tug'ilib, Saudiyaga iqin boshlandi. Hattoki hech bir tuqquni bo'lmagan yoshlar va yo'ldishi vatanda qolgan ayollarmi bu safarga chiqmoqda. Faqatla az bir qism Uyg'urlarla buningdan shubhalanib turib qolmoqda. Mening savolim shuki, Xitoylarning bu vizani qulaylashtirish ishi Saudiyada ishlaydigan qurilishchi Xitoylarning chiqib kirishini osonlashtirish uchunmi? Va yoki bu ishning tegida Xitoyning Uyg'urlarga bo'lgan boshqa razil planlari bormidi? Yoki bo'lmasa, bu Uyg'urlarga haqiqatan fursat bo'lib, bu fursatni ching tutib, qo'ldan berib atmasligi kerakmi? Qimmatli vaqtlarni elib qo'ydigan bo'ldim. Alloh rozi bo'lsin. Bu xatdan qaraganda Uyg'urlarda Saudiyaga berib umr haj qilish ko'proq, buningdan ikkilanish ozroq ekan. Shubhasizki, har qanday bir ehtiyojning keynida bir iqtizod mavjud. Saudiyaga berib savob tepishning keynigimi shu chiqimni qamdug'idak madorning borligi yoshiringan. Demak, Turkiyada Saudiyaga umrga borg'udak puli bor Uyg'urlar shuncha ko'pmi? Undaq bo'lsa, nemishqa Turkiyadagi qarindoshlarimizning yordam chaqiriqi shu yerdala hal bo'lmay, butun dunyodagi Uyg'urlarga e'lon qilinadi? Turkiyadagi Uyg'urlar haj tavob va xotirjam ibodat uchun yo'lga chiqqudak bexatarmi? Saudiya hukumatining Uyg'urlarni qaytarib berayotganligi aniq tursa, u yerda axborot erkin bo'lmag'achqa, kimning qaytarilganligimi va qancha odamning qaytarilganligimi sir tursa, mushundaq bir vaqtda kishilarimiz nima uchun xatarga tavakkul qiladi? Agar Alloh yo'lida ibodatkor bo'lishni, taqvodor bo'lishni tanlagan bo'lsa, Turkiyada turibmi Alloh yo'lida zulmni pash qilishga, Alloh yo'lida haqni so'zlashga, Alloh yo'lida haq ustida guvohlik berishga bo'ladi-ku. Da'vo yo'lida sus, haqni so'zlashda qo'rqinchoq bu kishilar nima uchun haram yo'lida bu qadar aktiv? Biz bu tarafda Xitoy zulm qilyotidi deb da'vo qilayli. Siz Xitoy pasporti bilan erkin ozoda umr qilib yuring. Biz xalqimizning Turkiyaga qamilib qolganligini, bexatar emasligini, demokratik g'arb ellarining panohligiga muhtojligimizni deyli. Siz Saudiyada top bo'lib, xotirjam umr hajini tamomlab keling. Dünya qaysiga ishonsin?
Сауди yaqinqi yillardan buyon Uyg'urlarni Xitoyga o'tkazib berishda ixlosmand bo'lib keldi. Xitoyga qaytarilgan Uyg'urlardan eng tipik misol marhum ustoz Ablimit Damollamning o'g'li Nurulla Ablimit. Nurulla Arabistonda diniy ilmlar bo'yicha o'qiyotgan o'quvchi edi. U 2017-yilning oxirida Xitoyga o'tkazib berildi. Damollamning beshiga chiqqan zolim Xitoy Nurullani qaysi kunga qo'ydi? Bugungacha xabar yo'q. Menda hozir Saudiya Arabistondan qaytarilgan Uyg'urlardan 6 kishining pasport ko'paytmasi bor. Bular 2018-yildan keyin qaytarilgan va qaytarilganligi bilinib qolgan kishilar. Mana bu Uyg'ur savob izlab talpinayotgan Saudiya Arabistonning Xitoyga sadoqati, ixlosi va itoatining po'latdek paketlari. Endi Arabistonning sizni qaytarmaydiganligini qandoq bilasiz? Sizga Xitoydan kapolat keldimi? Xiyolim 100 yil burungi holatimizga, jahondagi ishlardan bexabar qilgan olam shumul o'zgarishlarni necha 10 yil keyin choyxonalarda anglab qoladigan xalqimizga ketdi. Asli Uyg'urlar shunda qorong'u yillardimi dinda bu qadar qoriq emas edi. Yaqindagi savobni qo'yib, yiroqlarga savob, jannat izlab, qoriqlarcha hijrat qiladigan millat emas edi. Shahodat, ibodat izlab, hali Afg'oniston, hali Suriyaga safar qilmaydi. Uyg'ur asli ya hurlik uchun o'z vatanida, o'z qarindoshlarining bag'rida sodirdak botirona yashaydi, ya nozukumdak erkinlik uchun mardona o'ladi. Xitoyga mahkum bo'lgan 100 yil bizni nomusdan, yuzdan mahrum qo'ydimi? Shuncha xo'rliqqa chidab, sukut qilib yashayotib, dunyoga "Men hayot Uyg'ur" deydigan yuzimiz, nomusimiz qoldimi? Biz kimning avlodi edik? Biz 100 yil burun hurlik, mustaqillik, millatning g'ururi uchun jon pido qiladigan, hurlik yo'lida hammadan voz kechishga tayyor turadigan bir xalq emasmidik? 1919-yildan 1923-yilgacha bo'lgan Turkiyaning mustaqillik urush mezgilida necha yuz Uyg'ur haramga yo'lga chiqibdi. Ularning qadimi Istanbulga yetganda Turkiya 4 atrofi dushman bilan qo'rshalgan ekan. Turk tuproqlari dushman oyoqlarida ekan. Shu chaqda bizning shu millat so'yar, imonliq, hurlik so'yar ajdodlarimiz hajdan jangni a'lo bilgan va hajdan voz kechib, Turk xalqi bilan birga tajovuzchilikqa qarshi urushga atlangan ekan. Bugun biz tutaksiz, hayot mamatlik jangda yashayapmiz. Vatanda qolgan qarindoshlarimiz bizdan umid kutib, maydonlarni mushlab yig'layotdi. Qaysirona guvohlik beryotdi. Biz uchun muzdek kamerlarda yetyotdi. Ular biz uchun badal to'layotdi. Ular biz hayot turib, na nomusiga, na jiniga, na meliga ega bo'la olmay, o'limni kutib, qamoqlarda qiynalyotdi. Ammo biz nima qilyapmiz? Haq maydonda da'vo qilishdan, Makkaga berib duo qilishni a'lo bilgan qarindoshlarimiz-chi? Bugun Uyg'urning yer sharidagi mavjudligi uchun qilinayotgan jangdan hajni a'lo biladigan qarindoshlar.
Мәккенің көчелерді бехараман yürüp, zulümнің мәвжуд әмәслігіні. Uyghurның Xitay bilan BDT yig'inida bir safda turgan allarda bexatar ekanligini, hatto Saudidak Uyg'urni Xitoyga tutib berishda tashabbuskor bir aldimi bexatar ekanligini jakarlayotidi. Ular dunyoga cheklama, yo'qotish va qirg'inchilikning yolg'onligini isbotlayotidi. Millatning beshida o't ko'yvassa, yenidagi Uyg'urning tapqini jon beqishga aron yetishivassa, yetim va tullarimiz yotlarga talmirvassa, yaqindagi savobni qo'yib, Saudiga savob izlab berishning nima hojati? Saudiga safar qilish, zulmga mablag' selish bo'lmay nima? Saudidan savob setib olish, Uyg'ur ko'rayotgan zulmga qarshi Xitoy bilan birlashgan zolimning yonchuqini to'ldirish bo'lmay nima? Bergan guvohliklarimiz, qilgan haq so'zlarimiz, zolimga qarshi namoyishlarimiz, qarindoshlarimizni qutqizishga bog'lagan belimiz bilan savob qozonoladigan turib, yenimizdagi tulg'a, mahallamizdagi yetimga, qishimizdagi o'quvchiga yordam qilibmi, Allohning mukofotiga erisha oladigan turib, yana savob izlab sarson bo'lishning zaruriyati nima? Biz shu zolimga yantayoq Saudi shohlaridan to'ymadikmi? Ularni Xitoyga setib xajlasin deb put qo'limizni bog'lab, bo'ynimizni tutib berish nima uchun zarur? Tugidi. 2019-yili 7 noyabr Bergin.